yosh o'tgan sari aka uka opa singil orasida yuz ko'rmaslik bir biridan uzoqlashish bo'lib ketyapti. Nima sababdan deb o'ylaysiz? Ilgari mehr oqibat zo'r edi. Hozir nima o'zgardi? Odamlar o'zgaryapti. Hayot masalan birov yaxshi topyapti, birov katta kamroq topyapti. Oldin ham shunaqa bo'lgan-ku. Yo'qda. Men qishloqdanman o'zim. Hop. Ilgari hamma kolxozda ishlaydi. To'y maraka assalomu alaykum ovoz chiqarib chaqiriladi. Hozirgi davrda kerak bo'lsa bitta qog'oz nima qiladi. Bitta qog'oz bormasa yo'q deydi. Keyin aytadi, kampir xotin aytadi, sizda aytmabdi-ku deydi. Nima qilasiz deydi bor. Ko'rdingizmi? To'g'risini aytaymi? Ayting. Mana aka-ukalar, masalan opa singillar birinchi ota bilan yashagan pillada boshqacha bo'ladi. Hop. O'rtaga bitta ayol kishi qo'shildimi, ular o'zi boshqacha endi bo'lakcha bo'ladi. Kelinlar qo'zg'oloni bo'ladi. Kelinlar qo'zg'oloni bo'ladi, to'g'risini aytaydi. Hamma joyda bor bu.